Bismillahirrahmanirrahim. Hammaga assalomu alaykum. Men sizlarga shu universal drabilkalarni ko'rsatishda davom etaman. Mustang drabilkalarini. Qaranglar akalar, bitta nersa hozir ko'pchilik o'tyapti. Birinchi o'ttiga pashacha urgan va u pashacha urgandan keyin poyasi ham mana bizani birinchi o'timiz bu. Birinchi ekkan o'timizni pashacha urib qopti. Shuni drabilkadan o'tkazib, slöz qilib quritmoqchi bo'laman. Hammaga ham tavsiya berib qolamanki, hozir shuni o'rib yer ichiga tashlasangizlar, mana shundaki qurt yerga qayta tushadi. Yerga qaytib tushgandan keyin yana u o'tingizni zaharlaydi. Behigacha borib, keyingi safar yana o'tlaringizni pashacha uradi. Shu uchun o'rdingizlar yoki ko'chaga tashlanglar yoki mana shunday universal drabilkalardan olsangizlar, ho'liq quruqni maydalaydi. Vaqtida biz mana samonlik o'tkazib ko'rsatdik, bedapresni quruqni o'tkazib ko'rsatuvdik. Endilikda mana ho'l sezoniga yetib keldik. Ho'l sezonida mana shunday o'tni slöz qilib ko'rsatib o'tkazyapti. Men endi buni katta setkasiga qo'ydim. Setka qo'ymadim. Katta setka deyman, mana oldida setkasi yo'q. O'tkazyapti. Mana shu holda mana. Tayyor slözda bu. Olonman, quritnamday qilib yozaman. 2 kun, 3 kun aylantirsam qurib qoladi. Kirgizib buni mollarga bersam bo'ladi. Keyin mana bu poyasini ezib ketyapti-da, mana ko'rasizlar, poyasini ezib sindirib ketyapti. Bu yerda qurgandan keyin ham mol bemalol yeydi. Agarda mana bu naycha holda bo'ladi, sinmasa molingiz nushxo't qilishi mumkin. Ham qurgandan keyin kirgizasiz og'ilxonaga yoki boshqa yerga, barglari tushib poyasini o'zi qoladi. Mana bunday qilib o'tkazsangiz slöz bo'ladi. Universal drabilkalari, Mustang drabilkalarini sizlarga tavsiya etib qolaman. Ekran pastida nomerlarimizni ham qoldiryapmiz. Aloqaga chiqib, kelib olib ketishlaringiz mumkin. Manzil o'sha Buxoro viloyati Jondor tumani, Mahmud Tarobiy kolxozi, Arabxona qishlog'i. Mana bu 33lik 983 94 94, 33lik 943 94 94 nomerlariga ham aloqaga chiqsangizlar bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari bor. Buxoroda keladiganlar bo'lsa, mana shu yerdan kelib ko'rib olib ketasizlar. Mana shuni o'tlarni yoki boshqa xil narsalarni o'tkazib ko'rsatib beramiz. Narxlarga keladigan bo'lsak, 2 million 300 ligi ham bor buni. 2 million 900 alyuminniy motor 4 kilovatlik, mis motori 4 kilovatlik 3000 оборот 220 bilan ishlaydi. Xohlasangiz aylanasidan, xohlasangiz to'rtburchagidan bor. Marhamat, kimga qanday ma'qul bo'lsa, drabilkalarimizdan foydalanishlaringiz mumkin. Kimga qanday, menga mana shunday qilish ma'qul tushdi. Men shu orqali yerni ham zaynat qilib turmayman. Slöz qilib kamroq joyini egallaydi, ham mollar yaxshi yeydi. Oldingi yillar tilishga yoki moshin slöz olardik, bedapres olardik. Mana endi shu narsalarni xohlagan 4 xil, 5 xil o'tlarni qo'shib o'tkazyapman mana shu drabilkamdan. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.